Assalomu alaykum, hurmatli Dachiluks kanalimiz YouTube kuzatib boruvchilari. Sizlarni bugungi lokatsiyamiz bilan tanishtirib chiqadigan bo'lsak, Xo'jakent Bochkada joylashgan bu dachamizga xohlagan mahalladan kirsanglar bo'ladi. Har taraflama bochkani quruqga olib chiqadi. Bu dachamizning nomi Eco House Premium 5,5 sotuvga joylashgan. Ana endi sizlar bilan dachamizning ichkari qismlarini bitta ko'rib chiqamiz. Kirganimizda bitta mashina qo'yishga sharoitlari bor. Bundan tashqari, o'zining tashqarida stenkalarigacha bor. Qadrdonlar, keyin bitta narsani aytishdan chiqibdi. Bu yerda qimmat dvijoklar ham qo'yilgan. Mabodoga svetdan muammo bo'lib qolsa, sразу avtomatik svet yonadi. Bu joyimizga kichkinagina ziloniy zona qilib qo'yishibdi. Bu tarafimizda yozgi dush, tualet hamma sharoitlari bor. Ana endi dachamizning basseynini, yozgi basseynimizning razmerini aytadigan bo'lsak, 12 ga 5 ekan. Bu tarafimizda dachaning yozgi oshxonasi joylashgan. Qozon, o'choq, barbekyu. Qadrdonlar, bu dachamiz 2 qavatdan iborat. Ana endi sizlar bilan dachamizning ichkari sharoitlarini ko'rib chiqamiz. Undan oldin aytib o'tmoqchiman. Bu tarafimizga landshaft qilib qo'yishdi. Archalardan ekib, bu joyimizda dachani podvol qismiga tushsanglar bo'ladi. Podvol qismida katyol hamma sharoitlarni shu yerda qilishgan. Nima kerak bo'lsa, filtrlar hammasini shu yerda ko'rsanglar bo'ladi. Qadrdonlar, hozirgi kunda bu dachamiz ham sotiladi, ham arendada. Narxlarini bo'lsa, oxirida aytib o'tamiz. Dachamizning birinchi qavati hovlida biza qadrdonlar, chap tarafimizga qaraydigan bo'lsak, qishki oshxona joylashgan. O'zingizlar ko'rib bitta baho berasizlar. Yaxshi mebelli narsalardan ishlatishgan. Qaranglar, bu joyda ham mana zo'r o'ylab qo'yishdi. Bo'yi pastlar bo'lsa, bu ham pastroq desa uradi, agar bo'yi balandlar bo'lsa, tepaga chiqaveradi. Keyin xolodilnik, duxovka, mikrovalnovkalarni ham yaxshi firma ishlatishgan ekan, Hoffmandan. O'zingizlar bilasizlar, Hoffman firmasi qimmat yuradi. Endi bu tarafimizga keladigan bo'lsak, 12 kishi uchun stullar qo'yilgan. Stollarni ham chiroyli qilib yasatib qo'yishibdi. Bu joyimizda bo'lsa, yumshoq mebel joylashgan. 65 talik televizor, professional karaoke. Yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Birinchi qavatda bitta yotoqxona joylashgan ekan. O'zingizlar ko'rib bitta baho berib qo'yasizlar. Yosh kattalarimiz uchun 2 kishi uchun mo'ljallangan spalni. Bu spalnamizning ichida sanuzellari ham bor. Qadrdonlar, endi sizlar bilan birinchi qavatda joylashgan zimniy basseynimizni ko'ramiz. O'zingizlar bunga ham ko'rib bitta baho berasizlar. Bu dachamiz to'liq high-tech uslubida ta'mirlangan. Zimniy basseynlari ham qaranglar, juda katta ekan. Zimniy basseynimizning razmeri 10 ga 5. Bundan tashqari bu joyimizda sanuzellari joylashgan. Bu tarafimizga keladigan bo'lsak, turetskiy saunasi bor. Bu dachamizda umumiy bitta sauna joylashgan, turetskiy. Ana endi sizlar bilan dachamizning ikkinchi qavat qismini ko'rib chiqamiz. Ana endi qadrdonlar, dachamizning ikkinchi qavatiga chiqamiz. Zillar ham juda chiroyli stilda qilingan ekan. Lyustraga o'zingizlar bitta alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Bu dachamizda pashti aboy ko'rmaysizlar. Qadrdonlar, ko'p joylar attachenta qilingan va mebelni displeylardan ko'p ishlatilgan ekan. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda bu tarafimizda ham 65 talik televizor, PlayStation 3 joylashgan. Bu tarafimizda yumshoq mebellar. Qadrdonlar, bu joyimizda bo'lsa, har doimgidek zamon talabidagi kompyuterlar qo'yilgan ekan. Mana transformer keyslarni qaranglar, o'zingizlar ko'rib bitta baho berib qo'yinglar. 10 ta kompyuter qo'yilgan bu joyimizda. Bu tarafimizga kelsak, yumshoq mebellar va professional bilyard qo'yilgan. Har doim aytib o'taman, bilasizlar, professional bilyardda 8 ta oyoq bo'ladi, qadrdonlar. Bu eshigimizdan bo'lsa, dachamizning terrasa qismiga chiqamiz. Qadrdonlar, terrasa ham vaqtcha shunaqa chiroyli joylashgan. Ishoninglar, bu polni tog'lar hamma yoq ko'rinib turibdi. Priroda panorama bo'yasibdi, akalar. Xudo xolisa inshaalloh bu joyimizga ham stullar hamma sharoitlar qilishadi. Kechqurun o'tirib mazza qilib, prirodalarni tomosha qilib, oshna-og'aynilar bilan mazza qilib o'tiradigan joy bo'ladi, xudo xolisa. Ana endi sizlar bilan ikkinchi qavatdagi birinchi yotoqxonamizni ko'ramiz. Ikkinchi qavatdagi birinchi yotoqxonamizga kirganimizda, bu ham 2 kishi uchun mo'ljallangan. O'zicha sanuzellari ham bor. Har bir yotoqxonani o'zgacha dizaynda qilishgan ekan. Ana endi sizlar bilan ikkinchi qavatdagi ikkinchi yotoqxonaga kiramiz. Undan oldin sizlarga aytib o'tmoqchiman. Ikkinchi qavat uchun bu joyimizda umumiy sanuzel joylashgan. Kafelarni ham juda yorqin ranglardan tanlashgan ekan. Bu joyimizda bo'lsa, ikkinchi qavatdagi ikkinchi yotoqxonani ko'rishimiz mumkin. Qadrdonlar, bu yotoqxonamizda ham 2 kishi uchun mo'ljallangan va yonida bitta alohida divanlargacha qo'yilgan. Yosh bolali oilalar kelib bemalol mazza qilib dam olsa bo'ladi. Bu xonamizda ham ichida sanuzellari bor. Ana endi sizlar bilan
Dachamizni 3-yotoqxonasi, 2-qavatdagi. Bu yotoqxonamizda 5 ta ordinarniy divanlar qo'yilgan, qadrdonlar. Bu dachamizda umumiy 4 ta yotoqxona bor, 12 kishi bemalol yotsa bo'ladi. Qadrdonlar, bu dachamizni hozirgi kunda arenda narxini 3 million so'mdan deyishyapti, 25-maygacha. Sotilish narxi bo'lsa 450 ming dollar deb so'rashyapti. 400 ming dollarga berishmabdi. Inshaalloh nomerlar qoldiramiz. Aloqaga chiqsanglar bemalol gaplashib, dogovor qilsanglar bo'ladi. Joninglar sog' bo'lsin.